Iffat serialining 38 qismi 19 noyabr 2025 yil soat 20 da Mening yurtim telekanalida namoyish etiladi va aynan shu sana qahramonlar taqdirida navbatdagi burilish nuqtasiga aylanadi. Bu bo'limda Kamron va Shirinning muhabbat yo'lidagi sinovlar yanada keskinlashadi. Kutilmagan zarbalar, og'ir tanlovlar va taqdirning o'tkir burilishlari ularni yanada chuqurroq ichki kurashga chorlaydi. Serial davomida yaratilgan mavzular bu qismda yanada kuchli aks etadi. Sadoqatning chinakam qiymati, muhabbatning chidamliligi va insonning o'z qalbi bilan kurashi. 38 qismda Kamron va Shirin boshidan kechirayotgan kechinmalar tomoshabinga juda yaqin his etiladi. Ularning har bir qarori, har bir qo'rquvi va har bir umidi ehtiros bilan yoritilgan. Men ayniqsa rejissura qanday qilib dramatik holatlarni ortiqcha shovqin yoki sun'iyliksiz, tabiiy ravishda ko'rsatganiga qoyil qoldim. Iffat yana bir bor isbotlaydi, muhabbat sinovlardan o'tganida yanada mustahkam bo'ladi. Qahramonlar duch kelayotgan mashaqqatlar ularni sindirish o'rniga his-tuyg'ularini chuqurlashtiradi. 38 qism aynan shu jarayonning yorqin namunasi. Serial o'zining hissiyotga boy, ishonarli voqea qurilishi bilan tomoshabinni o'ziga bo'glab turadi va har bir navbatdagi qismni intiqlik bilan kutishga majbur qiladi.